Uzul PHP dersidagi 45-ci qism Ajax'dagi Live Search yani izlash iqtidori. Bu misolda oddiy o'g'a izlash iqtidorini amalga oshiramiz. Masalan, bu oddiy o'g'a izlash iqtidori qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz mayadagi bu linkistiga bu XML uchurda. Masalan, buningki mavzusi, anadagi ulanish adresi ostidagi bo'lgan bo'lsa, bu oddiy izlash iqtidorini qanday amalga oshirdik degan masala mayada. Bu mazmunda bu qismidan HTML degan mazmun bo'lsa, men HTML degan bossam, bu yerda men munosabatli uchurlarni HTML munosabatli linksning ichidagi mazmunlardan menga bu yer tanlab ko'rsatadi. Men buni bosgandan keyin shuning munosabatli uchurlar, uchur bitdi, men yerda ulanish bitdi, shuning ulinib ko'rindi degan gap. Bu unumni qanday amalga oshirdik deganda, eng oldi bilan bu HTML qismida, bu Live Search'ningki JS qismi, ya'ni bu JS ni so'ndirib ishlatdik. JS da asoslab bu Ajax'ga munosabatli bo'lgan obyektlarni qo'zg'atdik. Andan keyin buningga bir bu knopkani besib ko'tarilgan vaqtdagi show result this value degan funksiyani ijro qilsin deb HTML da menda belgilab olgandan keyin bu PHP qismida buningki shuningki ko'rinadigan bu XML dan uchur o'qib, ham shu munosabatli uchurni shu yerda ko'rsatib bergan qismini bu yerda belgilab oldik. Bu orqali bu iqtidor amalga oshdi.